Otamdan qolgan dalalar. Bu film haqiqiy tarix desa bo'ladi. Bu filmni ko'rganingizda haqiqiy tarix jonlanadi. Bu filmda O'zbekistonni Oq podsho davrida bosib olgandan to mustaqillik davrigacha bo'lgan tarixiy bo'lgan voqealar jonlanadi. Jonlantirib ko'rsatilgan. Ya'ni real voqealarga asoslanib ishlangan film hisoblanadi. Buni ko'rganingizda ota-bobolarimiz bosqinchilar tomonidan bosib olinganda, davlatni bosib olinganda qanchalik qiynalgani, qanchalik qatag'on qilingani va qanchalik xo'rlangani ko'rsatilgan. Buni ko'rganingizda haqiqiy tarixni ko'rasiz. Kitob o'qib bunaqa tarixni ko'ra olmaysiz. Ya'ni tarix kitoblarini o'qiganda jonlanmasligi mumkin bu tarix. Ammo o'sha filmni ko'rganingizda haqiqatdan tarix jonlanadi. O'zingizni ota-bobolaringizni mustaqillik uchun qancha jon kuydirib, harakat qilib, qon to'kilgan, ya'ni qurbon bo'lganlarni ko'rasiz. Qurbon bo'lgan ota-bobolaringizni ko'rasiz. Mustaqillik uchun harakat qilib, halok bo'lgan ota-bobolaringizni ko'rasiz. Gavdalanadi sizning ko'z o'ngingizda. Film juda ham qiziq, haqiqiy tarix desa bo'ladi. Albatta ko'rishni tavsiya qilaman. Bu ya'ni tarixsiz kelajak bo'lmaydi degan gap haqiqat. Bu filmni ko'rganingizda juda ham katta tarix sizning ko'z o'ngingizda gavdalanadi. O'sha davrlarda qanchalik qiynalgan ota-bobolaringiz haqidagi ma'lumotga ega bo'lasiz. Va o'sha vaqtlardagi holatlarga fikringiz albatta o'zgaradi. Albatta bu filmni ko'ring. Bunaqa filmni hozirgi vaqtlarda bunaqa filmlar juda ham noyob hisoblanadi. Ya'ni saviyasiz filmlar ko'payib ketgan. Bunaqa filmlar tarixda juda ham kamyob ishlangan. Shu sababli juda ham qadrli bo'lgan film. Juda ham tarixiy film. Tarix jonlanadi bu filmni ko'rganingizda. So'rada albatta ko'ring. Otamdan qolgan dalalar degan filmni albatta ko'ring. YouTube tarmog'ida ham joylangan ekan. YouTube tarmog'iga yozsangiz ham chiqib keladi. Oson topishingiz uchun link qoldiraman, havola qoldiraman. Agarda havolaga kirib ko'rishni xohlasangiz, havolaga kirib ko'ring. Agarda o'zingiz ko'rmoqchi bo'lsangiz, YouTube tarmog'iga otamdan qolgan dalalar deb yozsangiz chiqib keladi o'sha film. Albatta ko'ring. Bu albatta sizning tarixingiz va millatning tarixi, butun Turkiston millatining tarixi hisoblanadi. Juda ham ta'sirli, juda ham foydali bo'lgan film. Albatta ko'rishni tavsiya qilaman. Hozircha xayr, salomat bo'ling.